oqibat bilan spot bo'limida bizning botimiz ishlaydi. Ishlanish jarayoni oddiy. Siz kashlogni ulaysiz, birjangizdagi kashlogingizni ulaysiz, u sizning o'rningizga spot bo'limida savdoni boshlaydi. Ana endi necha pul bilan qanaqa holatlar qilamiz? Masalan, olaylik, 4 ta tarifimiz bor. Birinchi tarifimiz, endi 4 ta tarif deyilmaydi, bu litsenziya deyiladi. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, 4 ta litsenziya. 4 ta litsenziyamiz ham 4 xil ishlanadi. Birinchi litsenziyamiz, ahamiyat beringlar, birinchi litsenziyamiz $100 bilan 12 oyga sotib olinadi, 2 ta token bilan ishlaydi. Ikkinchi litsenziyamiz $230 bilan olinadi, 4 ta token bilan ishlaydi. Uchinchi litsenziyamiz $540, 8 ta token bilan ishlaydi. To'rtinchi litsenziyamiz $1000, 15 ta token bilan ishlaydi. Ana endi buni razницasi nima? Masalan, 2 ta token bilan ishlaydigan